Ona suti IQ darajasini oshirishini bilardingiz? Albatta bu fakt. Garvard universiteti olimlari 3000 dan ortiq bolalarda tajriba o'tkazgan va tajriba shuni ko'rsatganki, ona suti bilan oziqlangan bolalarning IQ darajasi oddiy bolalarga nisbatan, ya'ni sun'iy oziqlangan bolalarga nisbatan 3-7 ballga yuqori bo'lgan. Buni sizga ilmiy asosda tushuntirib beraman. Birinchidan, ona suti tarkibida juda ham ko'p fermentlar, yog' kislotalari, keyin glyukoza, laktoza, fruktoza hamma kerakli mikro makro elementlar bor. Bu ona suti tarkibidagi moddalar bolaning aqliy rivojlanishi uchun juda ham katta o'rin tutadi. Agar bola o'ziga kerakli oziqni tabiat in'om qilgan ona sutidan olsa, har bir rivojlanishi, xoh yuragi, xoh o'pkasi, xoh bosh miyasi bo'lsin, yaxshi rivojlanadi. Sun'iy ovqatlar bu har doimgidek ximiya, xohlaysizmi, ona sutida bo'la olmaydi va kerakli bo'lgan hamma narsani taqdim qila olmaydi bolaga. Shu sababli bolani 6 oydan 2 yilgacha sut bilan oziqlantirish tavsiya qilinadi.